Assalomu alaykum hammaga. Bugungi navbatdagi grammatik qo'shimchamiz bu ilkeyo, fe'l plus ilkeyo. Xo'p, bu qanaqa grammatik qo'shimcha ekan ko'rib chiqamiz. Grammatik qo'shimcha ilkeyo koreys tilida va'da berish, qaror qilish yoki taklif qilish ma'nosini bildiradi va bu qo'shimcha faqatgina birinchi shaxs men va biz holatda ishlatiladi. So'zlovchining kelajakdagi harakati haqida gapiradi. Bu ham deyarli kelasi zamon grammatik qo'shimchasiga o'xshab ketadi va aniq biror narsaga qaror qilsa, o'shani kelajakda qilaman yoki biror joyga boraman yoki do'stimga telefon qilaman degan holatimizda qo'llaymiz. Xo'p, so'zlarga qo'shilish tartibi undosh bilan tugagan fe'llarga il keyo, unli bilan tugagan fe'llarga l keyo qo'shiladi. Misollarda buni chuqur tahlil qilib ketamiz. Nega tavachul keyo? Men yordam beraman. Bu va'da qaror, shunaqa va'da bergan. Neil chona halkeyo, ertaga aniq telefon qilaman ma'nosida. Katchi kalkeyo, birga boraman. Ije kiman halkeyo, endi to'xtataman degan nimanidir to'xtatmoqchi. O'shanday holatda foydalanamiz. Xo'p, bu kelajakda bajarilayotgan ishlarni ifodalashda qo'llaniladigan ilkeyo grammatik qo'shimchasi edi. Buni yaxshilab tushunib oldik degan umiddaman. Unda sog' bo'lasizlar.